أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال أبواب الصيام باب الصوم لرؤية الهلال وإفطار لرؤيته. أخبرنا مالك حدثنا نافع عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقتروا له. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. لا تصوموا حتى تروا الهلال. Doğru mu şu her ayının 5'ine bekitiş için çokum şu ay güreşke tayiniş lazım. Hilal yani şu birinci ikinci günü ya şu ay kirdi degen çağıldı ki göreniz jınç kaldı. Ondan keyinki vaqtlarda qamarda bataymiz. Fain gumma alaykum eğer şu 29. günü mesela Ramazan ayını kömekçi olsak Şaban 29. günü keşte namazşamdan buraq vaqtlarda qarasak u kuni tutib qo'ygan ekan biz buni to'liqlab o'ttiz qilib tutamiz. Taqdiru lahu degan mush iborani jumhur ulamolar 30 kun to'liq deb mo'lchallab ish tutinglar deb izohlagan. Babu mata yuhramu ta'amu 'ala as-sa'imi. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أخبرنا مالك بن أنس حدثنا الزهري عن سالم مثله قال وكان ابن أم مكتوم لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت. قال محمد كان بلال ينادي بليل في شهر رمضان لسحور الناس وكان ابن أم مكتوم ينادي للصلاة بعد طلوع الفجر فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ابن أم مكتوم bunun ismi aslida boshqa bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmon bo'lib kelgan chog'ida Abdullah deb atabdi. Zaten Bilal radhiyallohu anhu başta azan to'laydi, lekin azan to'lishi bomdodning vaqti kirdi deb emas, bomdodning vaqti kirishi va suhurlik qiyolanglar, uxlab qolganing bo'lsin yo namoz o'qiyotganlar bo'lsin, darhol berib suhurlik qiyolanglar, suhurlik vaqti kelib qoldi deb suhurlik vaqtini o'tish uchun azan to'laydi. Yoki u chaqda namoz o'qisa bo'lmaydi. Li suhurin nas, ya'ni kishilarning suhurlik qiyolishi uchun demoqchi. باب من أفطر متعمدا في رمضان. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بإتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال لا أجد. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرق من تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أجد أحوج إليه مني. قال كله. Ramazanda qasdan ro'zasini buzayotgan kishi to'g'risida mush hadisni rivoyat qildi. Rajulan aftara fi Ramazon. Mush kishi Ramazonda ig'iz etgan. Nima sababdan ig'iz etganligi, qanday buzayotganligi bayon qilinmagan. Lekin boshqa rivoyatlarda agar mush voqelik bilan bir bo'lib qolsa, ayoli bilan birga bo'lib qolgan deb kelgan. Bunun kafarati albatta shu kunni bir kun qazo qilish bilan ya bir qul ozod qiladi yoki orqa-orqadan 2 oy uzildirmay ro'za tutadi yoki 60 miskinga tamoq qurdi yoki ashliq qurdi deylar. Bi araqin min tamrin. Araq degan bir suvatdak yoki zambildek bir narsa. Shu chaqda shunda bir sadaqa qo'mi kelib qolib shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kishiga bergan. Mushuni kafaratga bergan desa, mendimmi namrat kishi yo'q degandan keyin o'zini ivatgan degan. Lekin buningda keyin yana pul topgan chaqda birasa deganda gap yo'q. Masala shundan hal bo'ldi. Bu araq deganni 15 soat yoki 30 soatdan mo'ljallaydi. Unda bo'lgan chaqda 60 miskinning nimasi udil kelib qolgan bir 30 soat deb qolsa, yarim soatdan deb qolsa 60 miskinga tamoq bergan hisobda bo'ldi.
قال محمد وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا في شهر رمضان بأكل أو شرب أو جماع فعليه قضاء يوم مكانه وكفارة طهار أن يعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير. وبهذا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمدا في رمضان ميل yemek içmek bilen rozasını buzuvasın yoki jima bilan buzuvasın o'xshash demoqchi. Bu Hanifiy mazhabning qarashi. Ba'zi olimlar, masalan Hanbaliy mazhabda yemek içmekni buzayotgan bo'lsa, bu ig'ir kafarat kelmaydi deb qaraydi. Jima desa jimaning masalasi ayrim bo'lgandan keyin bunda ig'irroq kafarat keladi. Ama şu kafara kafareti zahar yani bir gün o'rnini qazo qilish albatta bor. Kafareti zahardan kafareti o'xshash. باب الرجل يطلع له الفجر في رمضان وهو جنوب. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع إني أصبحت جنبا وأنا أريد صوما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا ثم أغتسل وأصوم فقال رجل إنك لست مثلنا فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. Bu hadisda junub tong atqizgan kishi junub holatda bomda turib qoldi, ro'zani niyat qilyapti. Junub bo'lguncha tong atib qolgan bo'lsa, ro'za hisob qildi deganga mush hadisni dalil qilib keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buningga men junub bo'lib qolsammi, yani junub ro'za verma chadaq yo'q deb tursa, bu kishi bu sizga xosda deb turganlikdan yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning mag'firat qilayotganidan ba'zi ruxsat qilmaydi ashuni qilaverdi deb menda shaklda gap qilgan bo'lg'achqa Rasululloh unga sal ranjib javob bergan. Akhshakum lillah, ya'ni menga mag'firat qilayotgan bo'lsin, qanday bo'lsin, eng shu Alloh taoloning xashyati taqozo qilgan ishni qilaman va a'lamukum bima attaqi. Nimadan saqlanish kerak, qanday ishni qilmaslik kerak, buni eng yaxshi bildiganinglar. أخبرنا مالك حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها فسلهما عن ذلك قال فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها فسلمنا عليها ثم قال عبد الرحمن يا أم المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم آنفا فذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم قالت ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال لا والله قالت فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم قال ثم خرجنا حتى دخلنا على أم سلمة رضي الله عنها فسألها عن ذلك فقالت كما قالت عائشة رضي الله عنها فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا فقال أقسمت عليك يا أبا محمد لتركبن الدابة فإنها بالباب فلتذهبن إلى أبي هريرة رضي الله عنه فإنه بعرضه بالأقيق قال فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فتحدث معه عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرني مخبر. Hazreti Abu Hurayra radhiyallohu anhu boshqalardan shuni anlagan bo'lg'achqa, junub holatda tong atqizib qolsa, ro'zasi bo'lmaydi, ro'zasi hisob bo'lmaydi degandek mazmunda anlagan bo'lg'achqa, buni Al-Fadl ibn Abbas radhiyallohu anhu yetkazgan bo'lishi mumkin yoki burungi vaqtlarda shunday hukm bo'lib, keyin mansub bo'lib ketgan hukm bo'lishi mumkin yoki afzalligini ko'rsatishi mumkin. Ya'ni junub holatda tong atqizib bundan qilmay, junub bo'lib pok holatda tong atqizib tutgan yaxshi edi. Yoki bir ehtimolda tong atgan chog'dimi, masalan, jima holati bo'lgan bo'lsa, davomlashavergan kishiga qaratilgan bo'lishi mumkin. Abdurrahman hozir bular Marvan ibn al-Hakam bilan
paranglashib Abu Hurayraning o'sha ro'zsiz olmaydi degandek mazmundagi hadisini bayon qilgan chaqda Marwan ibn al-Hakam shu chaqda Madinaning amiri edi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rgan deyiladi yoki bak kichik sahoba deyishga bo'ladigan yoki cho'ng tabiiy deyishga bo'ladigan lekin ulamolardan o'zi la tadabanna ila ummay al-mu'minin mu'minlarning ikki onasidan qashqirib surishtirib baqqan, so'rab baqqan deb buyurdi. Shuni Abdurrahman ba'da, ya'ni shu ravininki otasi, Abu Bakrning otasi Abdurrahman, o'g'li Abu Bakr bilan birga ba'da. Sallamna alayha, albatta bir to'saqqa holatda salom berdi. Min wara'i hijab degandan keyin. Hazrat Aisha Rasulullohning musini bayon qilgandan keyin buni yana ta'kidlab bir xil mushu hadisga Allohni guvoh qilib qo'ygandek, bir qasam qilgandek yana bir ta'kidlab qo'ydi. Kana usbihu junuban min jima'an g'ayri ihtilam. G'ayri ihtilam degan so'zni yana bir ta'kidlash. Jima, endi ihtilam bo'lib qolganlikdan bundan qilgan bo'ldi, lekin jima qilsa, tanitib qolsa jo'nishdan burun ro'zsiz bo'lmaydi deb o'ylab qolmaslik uchun g'ayri ihtilam dedi. Albatta unda payg'ambarlarning ihtilam ko'rash masalasida ulamolar to'xtalgan masala. Farishtalar ihtilam bo'lmaydi, chunki ihtilomga shayton atlashdan bo'lgan ish, payg'ambarlar shaytonning ustidan ijroqdir. Qala Abu Bakr demakchi. Thumma kharajna hatta dakhalna ala Umm Salama. Fasalaha yani damir atsi. Sa'ala abi Umm Salama demakchi. Faqala aqsamtu alayka ya Aba Muhammad. Yani Abdurrahman demakchi Aba Muhammad. Faqala Marwan aqsamtu alayka ya Aba Muhammad. Bu aniqlangandan keyin Abdurrahmanga shunda tabulabdi. Sen cho'qim berib, mushuni Abu Hurayra radhiyallohu anhu yetkizib qo'y. Bilib qolsin, xato o'ylab qopti deb. Oxiri tepishgan chaqda mushunda bunda bo'ldi. Men berib Ummatul Mu'minning ikkilandan so'rasam bunda javob bergan degandan keyin Hazrat Abu Hurayra la ilma li bidalik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bir ilm yo'q menda. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bunda anglab demagan, lekin ba'zilarning menga deb berishicha rivoyat qilganda. Ulamolar buni tekshirsa, buningga deb bergan kishi Al-Fadl ibn Abbas chiqqan. Lekin hamda ashunimi biz bayatini degandek, men asbaha junuban aftara degan bu rivoyatni ikkinchi jamlab turib tahlil qilsak, bumi to'g'ri bo'lsa, bumi to'g'ri bo'lib qolgan taqdirda men asbaha junuban, ya'ni tong atgan chog'da junub holatda bo'lib, yo ayoli bilan birga bo'lib, yana to'xtamay davomlashgan bo'lsa, bu chog'da albatta tong atgandan keyin jimoati bo'lgandan keyin ro'zasi buzib ketdi degan bo'lishi mumkin. Yoki eng afzali shunda, yoki burun mansub bo'lib ketgan hukm bo'lishi mumkin deymiz. Aqiq degan Madinaning sirtidagi bir joyning ismi. Qala Muhammadun va bihada na'khudh ومن أصبح جنبا من جماع من غير احتلام في شهر رمضان ثم اغتسل بعد ما طلع الفجر فلا بأس بذلك وكتاب الله يدل على ذلك. قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن يعني الجماع وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني حتى يطلع الفجر. Aslida dastlabki hukmda iftor qilgandan keyin xuftandan keyin uxlasa yoki jimo qilib qolsa harom degan hukm bordi. Keyin ruxsat qilinib, uhilla lakum laylatas siyam rafathu ila nisaikum. Ar-rafath ya'ni jimo. Ro'za tutgan kechalarda ayolingiz bilan birga bo'lsangiz bo'ladi deb ruxsat qildi. Fataba alaykum Allah Taala sizlarga yengillik elib keldi va afa ankum burun sodir bo'lib qolgan ishlarni afu qilyapti. Fal'ana bashiruhunna degandan birga bo'linglar yani jimo maqsad qilindi debdi. Va bitagu ma kataballohu lakum yani farzand tilanglar. Al-khaytul abyadu al-fajr as-sadiq wal-khaytul aswad al-layl. فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر فهذا لا بأس به وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعامة. والعامة ko'pchilik ulamolarning qarashi demakchi. Ya'ni shu oyatdan hozir tahlil qilsa, vajil istidlolni bayon qildi. Hatta yatabayyana lakum khaytul abyad. Tong atgan qadar degandan keyin tong atgan qadar jimo qilish ruxsat. Shu tong atgan chog'da to'xtasa, junub bo'g'icha tong atgan bo'lsa, majburiy holatda shu junub tong atqizib qolgan bo'ladi. Ularning bu ruxsat eshitmoqchi. Babul qiblati lis-soimi.
أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما شاء. فرجعت المرأة إلى سلمة رضي الله عنها فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته سلمة رضي الله عنها فقال ألا أخبرتها؟ ألا أخبرتها أني أفعل ذلك؟ قالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا وقال إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله ما يشاء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. عطاء بن يسار أن رجلا كان مرسل عبد الرزاق مصنفه عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن رجلا دب موصول رواية قيغان وهو صائم فوجد من ذلك وجدا شديدا كوننا بأرام بولده غم گپاتته demekçi. So'rashdi so'yash ro'zni buzamdi buzmamdi deb so'rgan. Salama javob bergan ekan fazadahu zalika sharran texmo g'amga petib ketdi, texmo parishon bo'ldi. Nima uchun desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga o'xshamaydi. Alloh taolo balki payg'ambarga ruxsat qilgan bo'lishi mumkin deb. Keyin Rasulullohning ochiqlik qilishimi yuqorida biz bayon qilganga o'xshash shu sabab. Lekin hamda bu yerda ro'zlarningki ayolni so'yish masalasida ba'zilar bo'ladi deydi, ba'zi bo'lmaydi, ba'zi yashilan yashinib qolgan kishilarni ayiradi. Lekin hamma ulamolar agar so'yab boshqa hech qanday bir o'zgarish bo'lmasa, manichkish bo'lmasa, ro'zga ta'sir etmaydi deydi. Bu ijmo bor. Lekin hamda mushadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh bilan qari odamni ayrimida shundami? Ba'zi hadislarda ayirgan ahvoli bor. أخبرنا مالك أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة ابنة طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقال له عائشة رضي الله عنها ما يمنعك أن تدنوها إلى أهلك وتقبلها وتلاعبها؟ قال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. قال محمد لا بأس بقبلته للصائم إذا ملك نفسه عن الجماع فإن خاف ألا يملك نفسه فالكف أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعامة قبلنا. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم دegina o'zini tutolmaydigan kishilar, masalan yana to'y qilgan kishilar keyin ro'za buzib ketib qoladi deb qolgan ahvollarga qaratilgan deymiz. Ama 353-hadisda fadaxala alayha zawjuha hunalik. Aisha bint Talha, bu mashhur ayollardan. Aisha radhiyallohu anhaning huzurdagi chaqda, o'sha Aishaning yo'ldoshi Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bakir shu so'rovga kirdi deydi. Chunki bu Abdullahning ammasi bo'ldi Hazrat Aisha. Ama Aisha Abdurrahman bilan bir tuqqan bo'lgan ekan, ammasi o'g'achqa yana kirgan. Balki ham o'sha ayol Abdullahning ibodat bilan bo'lib ketib, ayolni unda tashlab qo'ygan, ba'zi bir ahvolni shikoyat qilgan bo'lsa, Hazrat Aisha uni nasihat qilib qo'yish uchun shunday degan bo'lsin. Babul hijamati lis-saim. Akhbarana Malik hadathana Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma kana yahtajimu wa huwa saim, thumma innahu kana yahtajimu ba'da ma taghrubu ash-shams. أخبرنا مالك حدثنا بحري أن سعدا وابن عمر رضي الله عنهم كان يحتجمان وهما صائمان. قال محمد لا بأس بالحجامة للصائم فإنما كرهت من أجل الضعف فإذا أمن ذلك فلا بأس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة قال ما رأيت أبي قط احتجم إلا وهو صائم. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. حجامة قنال دروش ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتجم وهو صائم. روزدر آلتا قنال دروي ورده. ثم إنه كان يحتجم بعد ما تغرب الشمس.
Yani yaşını qolgan chaqlarda, ojizlab ketgan chaqlarda undan namozshamdan keyin qanaldirgan bo'lgan, tutaq bo'lgandan keyin qanaldirgan bo'lgan demakchi. Anna Sa'dan va ibn Umar radhiyallohu anhum, Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu. Ve innema kurihat min ajli daf. Bazı rivayetlerde ro'zdar holatda qanaldursa, ro'zi buzilib ketgandek, bunda ko'rsatma kelgan bo'lg'achqa, bu yaxshi emas degandek mazmundagi hadislar ro'zdar holatda qanaldursa baklam ojizlab ketib, holsizlanib ketib qolib, og'rib qolishi mumkin yoki ig'ir kelishi mumkin. Shunga shunday rivoyatlar kelgan, lekin ro'ziga ta'sir etkazmaydi. Va huwa qawl Abi Hanifata, bu Abu Hanifa'nın ve Cumhur'un qarışı, lekin Avza'i ve İmam Ahmed'la ro'zni sundurutudu deb qaragan bo'lishi mumkin. Aftaral hajim vel mahjum degan hadisga asosan. Bu aftaral hajim vel mahjum asli mahjum bo'lsa, bu badandan qon chiqqanlik uchun ama al hajim qon ilishda ba'zida shunda bir narsani, neychidek bir narsani qilib og'zida shurab oldigan bir ahvol bo'lg'achqa, qon olib qo'ygan o'sha kishining masalan Abdal damdoq mesela. Aslında kişilerinki bunu mu Resulullah diyen bozuldu. Lekin bu hadisni Cumhur ulamalar bu mansux bo'lishi mumkin deb birinchi tahlili, ikkinchisi bu ma'lum bir voqealikdagi ikki kishi haqida deyilgan hadis. Bular qanaldirib ro'zdar holatda birisini g'ayratini qilayotgan, ikkilan paranchi g'ayratlashgan chog'da ikkisining ro'zisi baka deganda bunda tahlil qilgan. Yani hacimning ro'zi buzilishini hamda qon balki og'zida chirkitib degan tarafdan tahlil qilsam bo'ldi yoki shu ma'lum bir voqealikda xos ikki kishi haqida kelgan bular g'ayratidan boshqa shunda yomon bir ishdan mashg'ul bo'lgandek holat bo'lg'achqa deb tushunsak mumkin. G'ayrat bo'lsa bu ig'roq bo'lishi mumkin. Ro'ziningki ruhi, haqiqiy nimasi yo'qolib ketdi degan bo'l. G'ayratlar ro'za buzilmaydi. Cumhur'un qarşıda. Yalğançılık qılamızında. Bab as-saim yazra'u al-qay'u aw yataqayyu. أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن زرعه القيء فليس عليه شيء. قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. Kastan yandırıp qalsa deməkçi. Men zara'ul qay'u falaysa alayhi shay. Mecbur yandırıp qalsa hech gap bo'lmaydi. Mecbur yandırıp qalsa uni to'svoqli bo'lmaydi-ku. Lekin o'zi qasdan barmoqini og'ziga tiqib masalan bir ishni qilib yandigan bo'lsa, o'sha qazosini qilish lozim. Bu Abu Hanifa va Jumhurning qilishi. Bab as-sawm fi as-safar. Akhbarana Malik akhbarana Nafi' anna ibn Umar radiyallahu anhuma kana la yasumu fi as-safar. أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر فأفطر الناس معه وكان فتح مكة في رمضان. قال وكانوا لا يأخذون بالأحدث يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر فالصوم أفضل لمن قوي عليه. وإنما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حين سافر إلى مكة لأن الناس شكوا إليه الجهد من صومه الجهد من الصوم فأفطر لذلك. وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي سأله عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر. وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا. Ibn Umar safarda tutmaydi. Nima uchun degan chog'da safarda ig'iz ichish bu Alloh taolo keskin buyurgan ish. Shu ro'zasi bo'lmaydi dedigandek bir qarshi bo'lg'achqa, endi ching turib ro'za tutmaydi deydi. Fasama hatta balagal kadida thumma aftara. Nima uchun ig'izlashdi desa, chunki ba'zi kishilarning qiyin ahvolda jafodat qilganligi xabar qilingan chog'da, sizlar qiynalib qolmasin deb ig'izlashib o'tgan. Xaraja ama fath Makka, ya'ni 14-kuni deb bekitibdi ulamolar. 8-yil Ramazonning 14-kuni asrdan keyin Madina tarafga otlangan. Va kana fath Makka fi Ramazon. Qala yani Ibn Shihab az-Zuhri وكانوا يأخذون صحابة أن آخر أحكام نتوت منسوخات كأحكام نتوت دمجة. أنا مشاهد ابن شهاب بلكي شو لا قرقم بولش ممكن.
safarda ro'za tutmaslik eng oxirgi hukm. Chunki Madina chiqqan chog'da ro'za tutish shundami? Keyin ondan ichidinglar deb Rasululloh o'zlashayotgandan keyin bu oxirgi hukmdek bo'ldi. Undan keyin safarda ro'za tutmaslik shu eng oxirgi bekitilgan hukm deb tushungan bo'lishi mumkin. Bu Ibn Shahabningki so'zi. قال محمد من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر اختياره والصوم أفضل لمن قوي عليه. روز تقاسا شديالة غدم بوسا شو أفضل çünkü ayette وأن تصوموا خير لكم diyen boğaçka. وإنما بلغنا أن بهذا ما بلغنا كيف قويشتا Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaviytuğu seferda unda qizinib qolmaydigan holatda Rasulullah da shunda 40 odamning kuchkuti bor bo'lganki Rasulullah deb ig'zichi tutdi. Undan ig'zichi tutish kerak degan gap chiqdi deb turgan unda bir ahvol bo'lg'achqa shunga qarta unda mabalag'ni kelib qo'ydi. أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر حين سافر إلى مكة لأن الناس شكوا إليه الجهد من الصوم فأفطر لذلك. أن شو كشلا روز يخشيت بز إغزي جت قلدو دبن مقمص شون جائز لقن كوس شون إغزي جت. وقد بلغنا أن حمزة الأسلمي سأله عن الصوم في الصوم فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. موشو حمزة الأسلمي روايتنا سيد بخاري سيد مسلم موطأ إمام مالك أيام موطأ روايته مثل والسنن كتاب درا مثل روايته أخرجه الكتب الستة دسك بلدم. والصوم أفضل روز أفضل ده لكن إمام أحمد إغزيتش أفضل ده قريته. ليس من البر الصيام في السفر ديان حديث أساسا. جهد ديان söz مشقة ديان بلد. أجر جهد بقاسق برخل ترشالق ديان مانده. والعامة قبلنا يعني bizden ilgirki sahabe kiramlar ve tabi'inlar ve müctehidlarning köpçiliginin karışmış o. باب قضاء رمضان هل يفرق؟ أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا يفرق قضاء رمضان. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه. قال محمد الجمع بينه أفضل فإن فرقت وأحصيت العدة فلا بأس بذلك وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا. Ramazanda insan bir neçə gün roza tutmay qalğan bolsa, ya səfərdə oldu, ya ki kesel olub qaldı, bir üzr olub, keyin qazasını qıyğan çağda ötüb ketken kunlar olsa, haqiqatan ulab tutish kerakmi degan masalada ixtiyorlik bor. İbn Umar radhiyallohu anhu unda bilib tutsa bo'lmaydi deb qaraydi ekan. Zahiriy ilmi mush qarashni olgan. Bir hafta roza tutmagan bo'lsa, bir haftani haqiqatan shu 7 kun roza tutsang lozim. Bir kun tutib, 2 kun arliq verip bunda qilsam bo'lmaydi deydi. Qala Muhammad al-jamu baynahu afdal. Albatta hamda aqaqidan o'tib ketgan kunlarni aqaqidan tutsa shu afzal. Shu ada holati qanday bo'lgan bo'lsa, qazo holatimi shunda bo'lishi. Fa in farraqta agar ayirib tutsangmi va ahsaytal idda o'tib ketgan kun necha kun bo'lsa shuni sanab turib, 7 kun bo'lsa sanab 7 kun tutsang, bo'lib etsangmi mayli. Çünkü ayette fa'iddatun min ayyamin ukhar dedi. Yani mutatabiat diyendek unda hiç anlamı yok. Sanmayım yani. 5 gün olsa 5 gün, 5 yani san. Ayrım kısım 5. باب من صام تطوعا ثم أفطر. أخبرنا مالك حدثنا الزهري أن عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليها فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها فقالت حفصة رضي الله عنها وبدرتني بالكلام وكانت ابنة أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليها. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيا يوما مكانه. قال محمد بهذا نأخذ من صام تطوعا ثم أفطر فعليه القضاء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا. Naflar uzutgan bo'lsa, keyin uni buzutib qolsa, qazosini qilish kerak. Mesela nafl namozini mazhab shunday dedi-ku, kelgan nafl o'tirib, keyin buzayotgan bo'lsa, uni keyin ishkirga o'qish lozim. La tubtilu a'malakum degan oyatlarni keldi masalan. Ana ro'za masalasida mushahidasini dalil qilib keldi. Haddasana Zuhri anna Aishata bu mursal mana. Haddasana Zuhri anna Aishata va Hafsata degandan mursal bo'ldi.
فأهدي لهما طعام ular nabli ro'za tutgan chog'da ularga bir qo'y kavob qilingan qo'y bo'lishi mumkin, sovg'at qilingan. O'shanda kavob bo'lmasa ro'zani buzatmas balki. Bu chog'da qattiq quruq turmush bo'lg'achqa ba'zida 2-3 kun, bir hafta shunda amaqatmay o'tib ketgan bo'lg'achqa qavm bilan suvlarlar shunda yashab, unda qo'y kavob kelib qolgan chog'da bilgan ichitilar deganga. O'zbekcha aytgan. Chunki bularni buzvasi bo'ldiganligini bilgachga faftarata alay. Rasululloh kirgan chog'da Hafsa darhol ichtiklik bilan so'g'an. Hazrat Aisha asal ig'ris bo'lgachqa Hafsa darhol va kanat ibnat abiha. Dadasining xuybati Hafsada demakchi. Dadasida bir xil keskinlik, ichtiklik bo'lgachqa Hazrat Aishada umi ibnat abiha bo'lgachqa dadasiga o'xshash ig'risi, salmoqlik va bag'ri yumshoqlik bo'lgachqa bu so'rab qo'yuvchi u so'ragan. Iqdiya yawman makana musho vajilsizlar. Bir kun qazosini qilinglar degan. Tatavvur ustqa avvalda buzutib qolsa qazosini qilsa bo'ldi. Albatta tatavvur nabl tutgan chog'da masalan ya bir choyga chaqirdi ya do'st birodarning to'yiga ya bir nima chaqirsa buzvasak bo'ldi. Va bu qavli Abi Hanifa, Imom Malik va Abi Thawrning qarashi. Lekin Imom Shafi'i va Imom Ahmad qazosini qilmaydi degan. باب تعجيل الإفطار. أخبرنا مالك حدثنا أبو حازم بن دينار أن سهل بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. من سهل بن سعد رضي الله عنه صحابة. قال محمد تعجيل الإفطار وصلاة المغرب أحسن من تأخيرهما وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة. سهل بن سعد رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار. Yani kishilar iftorni dal vaqtida qilib, kechiktirmay, sunnatga ergashgan holatda bo'lsa, bid'atdan ijroq bo'lsa, bular yaxshi turgan bo'ladi. Ta'jil iftari va salatul mag'ribi afdal min ta'khir. Yani sham namozi olsun, ig'zi ichish olsun, buni dastlabki vaqtida qilish afzal. Jumhurning qarashi shunday. والعامة مشاهدة أهل السنة أساسا مش نقرأيدو لكن شيئا شو أزغن شيئا لا إشبتانا كشكتر بيولتزل رسمي كرنجين قدر كشكتر تدوديت. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يصليان المغرب حين ينظران الليل الأسود قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة في رمضان. قال محمد هذا كله واسع من شاء أفطر قبل الصلاة ومن شاء أفطر بعدها وكل ذلك لا بأس به. حين ينظران الليل الأسود يعني شو kun chiqish tarafda kechin qorong'ulik shunda kelgandan keyin iqbalul layl bo'lgan chog'da shamni o'qiydi. Yani oldi bilan shamni o'qiydi dedi. Qablan yuftira ig'iz eshitdim burun shamni o'qildi. Thumma yuftirani ba'da salat fi Ramazon. Undan keyin sham namozini o'qib bo'lib ig'iz ochdi. Balki bu hamda ya tamoq tayyor bo'lmaganlikdan yoki joizlikni bayon qilib qo'yish uchun yoki iftorni qilib o'tib andan namoz o'qiydi desa xili kechikib ketgan bo'lg'achqa, chunki iftorni ig'ir qilamizgo, biroz o'tirib masalan 15 minut tamoq yeb qilgan bo'lg'achqa, keyin hamda tamoqni aromda o'tirib yeydigan bo'lishi mumkin. Shu tarafdan boshda namoz ham o'qiyotgan bo'lishi mumkin. Albatta qani burun qilsa bo'ldi, lekin yengil bir narsa bilan bir suv bilan, xom bilan ig'iz ichib o'tib, undan keyin namozni o'qib, undan keyin aromida o'tirsa shu yaxshi. باب الرجل يفطر قبل المساء ويظن أنه قد أمسى. أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم أن ابن عمر الخطاب رضي الله عنه أفطر في يوم من رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس. قال الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال محمد من أفطر وهو يرى أن الشمس قد غابت ثم علم أنها لم تغب ولم يأكل بقية يومه ولم يشرب وعليه قضاؤه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة وجمهور نقرشه مثلا برسه أنا وشم بولده أذن شخده ساعة إغزيج بده إغزيج كين ويتغ أذن شمبته من باكين دسه bu ahvolda al-xatbu yasir mesela yengil qazosini qilsaklam buldu deganmanda. Vaqt ijtihadna biz onda ijtihad qilib kun pattiq deb o'ylab qopdik demakchi. Ammo shu
masalada qazosini qiladi deb jumhur ulamolar shunday aytdi. باب الوصال في الصيام. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال فقيل له إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إن أطعم وأسقى. أخبرنا مالك أخبرني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال وإياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من الأعمال ما لكم به طاقة. قال محمد وبهذا نأخذ الوصال مكروه وهو أن يواصل الرجل بين يومين في الصوم لا يأكل في الليل شيئا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله العامة. Visal degan 2 kun ro'za tutganda oraliqda ig'iz ochmay, zo'liq nimay ish taqmaylam ulutish. Yani 48 soat ro'za tutish deyli. Inni lastu ka hayatikum. Sizlarning ahvolingizga mening ahvolim o'xshamaydi. Suputingizga mening suputimga o'xshamaydi. Inni ut'amu va usqa. Yani Parvardigorim menga yemek içmek berib turdi dedi. Yani bunun qanda berib turishini biz bilmaymiz. Bazı ulamolar yeganning ichganning quvvatini menga berib turdi deb izohlagan. Yoki ba'zilar jannatdan yemak ichmak yo'llab turdi deb tushungan. Jannatdan yemak ichmak yo'llaganiga u dunyoning tamoqini yemagan ekan, rizqi ta'sir etmaydi yoki visolga ta'sir etmaydi degandek. Ya'ni al-g'ida'ul laduni demakchi. Yani Alloh taolo o'z huzuridan shunday bir g'izo berib turdi degan. Marvayatda inni abitu yani kech kirgan chaqda Parvardigorim meni g'izolantirib ishkuzib turdi. Faklafu yani faklafu degan o'zingni ko'tara oladigan amalni o'zingni yuklab olinglar deyman. باب الصوم يوم عرفة. أخبرنا مالك حدثنا سالم أبو نضر وهو مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت حارث أن أناسا تماروا في صوم رسول الله يوم عرفة. تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. أن أناسا تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال بعضهم صائم وقال آخرون ليس بصائم. فأرسلت أم الفضل بقدح من لبن وهو واقف بعرفة فشربه. قال محمد من شاء صام يوم عرفة ومن شاء أفطر إنما صومه تطوع فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم فالإفطار أفضل من الصوم. تماروا في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة. أربعة كندا روزشنن فزيلته قدا سي مسلمدا صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده دeb kelgan. 2 yilning gunohini mag'firat qiluvdi deb o'ylayman deb kelgan. صوم يوم عاشوراء يكفر سنة. Fazilati ortiq. Hamda Arafat kunida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za tutganmi, tutmaganmi deb sahoba kiramlar talashda chiqib qopti. Ba'zi ro'za tutgan, yani ro'za tutdi Rasululloh, ba'zi yo'q tutmadi. Buni Ummul Fadl, yani shu Ibn Abbosning onasi. Ibn Abbos onasidan rivoyat qildi. Ummul Fadl ustilik ishlatib, so'rab mujumay, talashda qilmay bir qachida üstüyotgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tuguning ustida turiblar, boshqalar qarab turganlar, shundan ishlayotgandan keyin mana ro'za tutmagan ekan deb ayollar bunda bu shaklda. Innama sawmuhu tatawwu. Ana bunda fazilatlik, 2 yilning gunohi mag'firat qilingan bunda bir ro'za tutgan kun endi bu, ulug' kunlarning biri. Hajga bormaganlar qulda mamay tutish lozim endi buni. Endi bir fursat bo'lgan ekan. Endi haj qilayotgan chaqda hojilar nihoyat jafoliq, endi issiqda qiynalib qolgan ahvol bo'lg'achqa, agar shu inkana idza samahu yani al-haj yoki al-muhrim idza samahu yud'ifu zalika an ad-du'a. Arafat teg'ida duo, zikr va Qur'on tilovati, Alloh taologa iltijo qilish va yelinish qatorli ishlarni ojizlatadigan bo'lib qolsa, ro'za tutumda bunda yetib uxlab yoki birisi kichik gap bo'lsa urushadigan ular. Mijozasi qilib munda ishlab qolsa, ro'za tutmoqni yaxshi. Fal iftaru afdalu min as-sawm. Chunki endi bu ro'za tutumda 2 yillik gunoh mag'firat qilindi degan bilan Arafatda obdan duo qilib, duosi ijobat bo'lib qolsa, butun
günahları mağfiret kılınıp belki cennetki dereceleri üsebitisi mümkün. Bu İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf'ların karışı. باب الأيام التي يكره فيها الصوم. أخبرنا مالك حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله أن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. سليمان بن يسار أن رسول الله مرسل. لكن إمام نسائي عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه دب موصول رواية قيغان عن صيام أيام منى. أيام منى تشهدلغان كلها ياك أيام التشريق ديمز. Şu günlerde ro'za şekli. Albatta aytning birinchi kuni ro'za harom qilingan shundami? Undan keyin kunlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayyam aklin va shurbin degan. Shu chaqlarda ro'za tutishga bo'lmaydi demoqchi. أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أقيل بن أبي طالب أن عبد الله بن عمرو بن العاص دخل على أبيه في أيام التشريق فقرب له طعاما فقال كل. فقال عبد الله لأبيه إني صائم. قال كل. أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالفطر في هذه الأيام؟ قال محمد وبهذا نأخذ. لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها لما جاء من النهي عن صومها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من قبلنا. وقال مالك بن أنس يصومها المتمتع الذي لا يجد هدية أو فاتته الأيام الثلاثة قبل يوم النحر. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu atibalish kaylan da söhbetleşti. Ölatam da şartısınınki degini to'g'ri urilib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam da to'sqan bo'lgan ekan, ro'zasi bo'lmaydi. Deganimda shu tashrih kunlarida ro'za tutish tutmaslik masalasida Hanafiy mazhabda masalan mutamatta hoji qurbonlik qilishga mol topolmasa 3 kun shu haramda 7 kun uy qaytgan chaqda ro'za tutish batug'i. Mutamatta olsun, başka kişiler olsun zaten şu günlerde ro'za bo'lmaydi deb qardi. O İmam Şafii'nin qarshi, Leys'in qarshi, İmam Ahmed'in bir rivayet. Lima jaa minan nahi. Hadise la yasumanna ahadun hadhihi al-ayyam deb kelgan. Yuqorida Amr ibn al-As radhiyallohu anhu Rasululloh to'sqan dedi-ku. Shu cheklama. Va qala Malik ibn Anas, İmam Muhammadning biron ustozi, yana İmam Avza'i, İshaq va İmam Şafii'ning biron qarashi bular yasumuhal mutamatti'ullazi la yajidul hadi fa in uhsabtum famastaysara min al-hadi faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum. 3 ayyam fil hajj degan bo'lg'achqa qurbonlik topolmagan kishi shu tashrih kunlarda 3 kun ro'zasi bo'ldi. Aw fatatul ayyam 3 qabla yawm an-nahr. Yoki Eğittim burun, Arafat günden burun 3 gün tutamay qalgan bolsa, onun ilgari tutsun boldi. 3 gün tutamay qalgan bolsa, eğit günden keyinki 3 günde tutuvasi boldi deb qaragan. باب النية في الصوم من الليل. أخبرنا مالك حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. قال محمد ومن أجمع أيضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم، وقد روي ذلك عن غير واحد، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا. Keçide ro'z niyetini qilgan bo'lishi qilmasimi kunduzda masalan degan soat 8-9lar shu vaqtgacha shu joyda qaror qilsin bo'lamdi degan masala. Ibn Umar radhiyallohu anhu la yasum illa man ajma'a as-siyam, ya'ni azama 'ala as-siyam demak. Ro'za tutma deb qaror qilgan bo'lsa, tong otishdan burun qaror qilgan bo'lsa, undan ro'za hisob. Lekin kunduzgacha hali nashd qilmay, ya ro'za tutaman deb dilg'ilda yoki qaror qilmay tong otgandan keyin bir narsa yemay, tushib olgan chaqda ya soat 10 bo'lgan chaqda men ro'za tutibdi ya desa bo'lmaydi demoqchi. قال محمد ومن أجمع أيضا على الصيام قبل نصف النهار فهو صائم. Biz yuqorqi rivoyatni olmaymiz demoqchi. İmam Muhammad yuqorqi rivoyatni olmadi. Farz olsun, nafl olsun, ikkiz o'xshash. Tamoq yemaganlar bo'lsa, og'iz ochmagan bo'lsa, shu qadar qaror qiluvasi bo'ldi. Va qad ruya zalika an ghayr wahid. Net sahabidan shunday rivoyat qilindi. Va huwa qawl Abi Hanifata wal 'ammati qablana. Bizda ilgirki butun umum sahabat tabiinlarning qarashi va Imom Abu Hanifaning qarashi, lekin Imom Shafiy naflida shu kichik qaror qilsa bo'ladi, farzda shu kechida qaror qilish lozim degan.
وقد روي عن غير واحد. بالنتيجة أشنا رواية كالدز من نبل روزتستا سي مسلمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشة وأزواج مطهر تشكر كندز دا yanında yediğim münasebet mol yani yaptıysa onda inni saim maruz tutatmam istediğin. Bu ne bildi kâgine? Yani perizde kâgerlerden seyinde kâgerdiste Aşura rozusunu tutuş meselesinde kimki şu Aşura günü kunduz boğaş bu. Kimki bugün bir narsa yapsağın bolsa keşkisi bir narsa yemeyi tutsun. Fel yumsik bakiyete yevmi. Eğer yemigen bolsa yemeylan eğer roz tutasın. Dep şu kunduzda buyurgan. Şu çağda şu Aşura rozusunu tutuşakladım şu cekatını çıkarıp cekalatkan çağda Aşura rozusunu tutuş perizde. Nağanıken periz rozumu okşaş dep durgan. Kenandan Ramazan periz kılınıp ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin Ashura rozasini tutish ixtiyoriy mustahab holatga kelgan. Lekin burun farzda. باب المداومة على الصيام. أخبرنا مالك حدثنا أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qaqdı bunda roz tutmadı. Tutqanki bunda qaragan kishi, kiravotgan kishi bundiki hamda bir kunmi tashma roz tutirdiga o'xshaydi deb qoldi. Ondan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin qaqdin roz tutmay ig'izichi yurtdi. Har kuni roz tutmaydi. Hatta yuqal la yusman bundan keyin bir kun roz tutmaydigan bo'ldi, degichilik oyindan o'tib ketdi. Ramazondan boshqa bir oyni to'liq tutqunni ko'rib boqmadim. وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. En köp rızkan ay Şaban ayı oldu. Nima uchun? Balki ham Ramazonga tayyorlik qilish jihatdan bo'lishi mumkin. Ramazon to'liq tutadi emasmi? Shuni to'liq tutishga chiday oladigan, cheniqish uchun tayyorlik qilish uchun tutgan bo'lishi mumkin. Yoki hadislarda kelgandek, yana o shahrun yaghfulu anhu kathirun minan nas. Yaghfulu anhan nas. يغفل عنه الناس ويرفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Yani bir yılınki dokulatı kılıngan ay olğaşqa ben Şaban ayında aşında roz tutgan halatda bunda dokulat kılınışını yaptırmayan. Yani bundan Hazreti Osman'ın rivayetinde zekatını Şaban ayında bir işler kıldıma belki şunga eğer bir xil tarif desek çetislik oldu. Yani yılının bir isabat boğulap Allah Teala'ga yollandıgan bir ay boğaçqa şu çağlam zekatını verip hesapını nölge düşürsün degan bo'lishi mumkin. Bu tarafdan. باب صوم عاشوراء. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء لم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. قال محمد صيام يوم عاشوراء كان واجبا قبل أن يفترض رمضان ثم نسخه شهر رمضان فهو تطوع فمن شاء صام ومن شاء لم يصمه وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة قبلنا. Muaviye radıyallahu anhu 44. yılı hicqiga. Ya ahlal Medine ayna ulamaukum? Bir istinkar var. Ulamalarning qana nima uchun tushundirmaydi sizlarga? Balki bu so'z ba'zi kishilar Ashura kunini tutish vojib, ro'za tutish vojib yoki makruh degandek qilgan bo'lsa, shuni anglab degan bo'lishi mumkin. Faman sha'a falyasum va man sha'a falyuftir. Say Muslimda wa siyam Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu degan. Thumma nasakhahu shahru Ramadan. Yani nasakha fardiyati siyam Ashura shahru Ramadan demakchi. Ishaj bo'lsinmi? Bugun Tasu'a Ashura. باب ليلة القدر. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر. تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. أخبرنا مالك حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. تحروا يعني شنو؟
fazilatiga erishish uchun tirishinglar, ashuni izlanglar demoqchi. Babul i'tikafi. Qala babul i'tikafi. Yani i'tikaf luzumul masjid lil ibada. Masjidda ibodat qilish niyati bilan turish iborat. أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. Etkab turgan chaqda beshini bunda sunib pasa derizdan masalan sunib pasa men uyda turib hujurda turib cheshin tarab qo'ydim. Ba'zi rivoyatlarda men hayzlatdim degandek rivoyatlar bor. Yudni yani beshini yaqin tutib pasa demoqchi. Va kana la yadkhul bayta illa li hajatil insan. Yani zurul bir ehtiyoj bo'lib qolsa, ya tarassundirishdak masalan. Ayında bir şurab qasa andan kiritdi. Qala Muhammadun va biyada na'khudhu la yakhruju ar-rajulu idha i'takafa illa li gha'itin aw bawlin wa amma at-ta'amu wash-sharabu fayakunu fi mu'takafihi wa huwa qawlu Abi Hanifah rahimahullah. أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى وسطى كبتكيكين o'ttirga 10 kunda etkab turdi. Min shahr Ramazon fa'takafa aman. Yani bir yil Ramazonda etkab turdi. Hatta idza kana laylata 21 wa hiya al-laylatu allati yakhruju fiha min i'tikafihi qala man kana i'takafa ma'i faly'atakif al-'ashr al-awakhir wa qad ra'aytu hadhihi al-layla ثم أنسيتها من مشو كيتشنا كوغنتما رؤيا الأنبياء حق ama shunda men mush kechini falani kechisi deb ko'rsatdim lekin kim unutildirib ketdim. Bu anda Alloh taolo o'zining hikmatining taqozosi bo'yicha unutildirib o'tgan. Va qad ra'aytuni min subhatiha asdu fi ma'in matin. Men shunda o'zimni suv va loyga sajda qilib ko'rgandim. Faltamisuha fil ashr al-awakhir. Am buni oxirgi 10 kunda izdanglar. Oxirgi 10 kunda bo'lish kerak bu. Faltamisuha fi kulli bitrin. Taq kechilarda izdanglar. Qala Abu Sa'id famatarat as-sama'u min tilka al-layla wa kana al-masjidu saqfuhu arishan. Arish degan challa. Qo'mining shaqshumbullari bilan yapgan challa. Fawakafa. Bundan turistdan suv tamsilab tushdi. Yomg'ir tamsildi. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف يعني namazdan qaytgan vaqtida men Rasulullohning shu o'z ko'zim bilan ko'rgandim va ala jabati va anfihi atharul ma'i va tin ishonsi bilan bunida suv bilan loyning izi chiqib qolgan. Yani shu kechasi Laylatul Qadr demakchi. من صبح ليلة 21 أخبرنا مالك قال سألت ابن شهاب الزهري عن الرجل المعتكف يذهب لحاجته تحت سقف. حاجت qilishga masalan bir hojatxona, masjidning sirtida bir hojatxona usti yapilgan bir joy bo'lib qolsa, o'sha hojatxona kirsa bo'lamdi deb so'sam, la bas bizalik. Kirsa bo'ldi. Lekin Ibn Umar va Ato va Ishoqlardan kirsa bo'lmaydi degandek rivoyat kelgan. Bu shularga raddiya bermoqchi. Yani shunda sepilgan bir yerga kirmaydi. Masjiddan chiqib, unda uyga, xalajoy masalan, unda yerga kirmaydi demoqchi. Zuhri va Imom Muhammadlar kirdi dedi. Va bihada na'khudh la ba'sal mu'takifi idza arada an yaqdi al-hajata min al-gha'iti aw al-bawli an yadkhula al-bayta. O'zining uyi bo'lsin, boshqa inda uylar qolsa kirsa bo'ldi. Aw an yamurra tahta saqif. Yoki sepilgan bir joydan o'tib ketsimi mayli. Va huwa qawlu Abi Hanifah rahimahulloh ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.